navbatdagi darsimiz. Bugungi darsimizda Yandex xaritalarimizda qanday qilib marshrutlarni amalga oshirishlik haqida gaplashamiz. Va bu marshrutlarni chizishlikda bizda bilamiz bir nechta holatlarimiz bo'lishligi mumkin. Ya'ni foydalanuvchi piyoda bo'lishligi mumkin, yoki velosiped, skuterda bo'lishligi mumkin, yoki mashinada bo'lishligi mumkin. Bizga ma'lumki, har bitta holat uchun alohida yo'llarni chizib berishlik mumkin bo'ladi va mana shu haqida uchala vaziyatini ham ko'rib chiqishlikka harakat qilamiz. Birinchi navbatda bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga yoki bir nechta nuqtalar orasida qanday qilib xaritada chiziq tortishlikni ko'rib chiqamiz. Va mana kodimizda bizdagi barcha narsa oldingi darslarimizda ma'lum. Mana start placement qilib bitta marker yasab oldim va end placement qilib ikkinchi markerimizni yasab oldim va uni inset ichida birdan map object listiga tenglashtirib qo'ydim. Undan keyin bu yerda map object listi Yandex Map'dagi parametrga tenglashtirilgan va bitta kontroller bor. Biz birinchi qilishligimiz kerak bo'lgan ish mana bitta run qiladigan bo'lsa, xaritamiz bizda default holatda ochiladi. Ya'ni biz ko'rmoqchi bo'lgan yoki foydalanuvchiga ko'rsatmoqchi bo'lgan manzilni ochib bermaydi va mana shu manzilni ochib berishligiga harakat qilamiz va bizda joylashuvimizning chap tomondagi nuqtasi va o'ng tomondagi nuqtasini asosiy nuqta qilib ko'rsatishlikka harakat qilamiz. Hozir buni real misolda ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Men birinchi navbatda mana bu yerdan kelib bitta final degan o'zgaruvchi ochib olaman va unga geometry deb nom beraman va unga tenglayman. Ya'ni geometry from bounding bor bizda va u bounding box so'raydi va bounding boxga qaraydigan bo'lsak, bizda ikkita parametr so'rayotganligini ko'rishligimiz mumkin. Bu o'zi bounding box nima deydigan bo'lsak, biz chap tarafdan o'ng tarafdan ikkita nuqta beramiz yoki manzil beramiz. O'sha ikkita nuqtani bu belgilashlikka harakat qiladi va o'sha belgilangan nuqtani biz asosiy nuqta sifatida kontroller orqali belgilashlikka urinamiz, harakat qilamiz. Mana bu yerdan kelib bizda start placement bor va unda point degan parametrni berib qo'yamiz. Ya'ni bu birinchi nuqtamiz bo'ladi bizda va end placementda pointini berib qo'yamiz. Undan keyin bizda bilamiz kontrollerimiz bor va move qilib kamera updater nuqta new geometry degan mana. Undan keyin bunga geometrini berib qo'ydik va men buni bitta ishga tushiradigan bo'lsam, mana ko'rishligimiz mumkin. Xaritamiz ochilgandan bizda mana shu ikkita manzilni bizda xaritamizda asosiy nuqta sifatida ochib berdi. Biz e'tibor bergan bo'lsak, manzillarimiz yoki markerlarimiz bizda burchakroqda qolib ketdi, ya'ni ko'rinmayapti. U uchun biz xaritamizni bitta kichkina qilib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Kamera updater out zoom out bor edi mana. Va mana bizda endi ancha yaxshi narsa chiqdi. Undan keyin biz mana shu ikkita manzilimizni o'rtasiga unchalik nazariy bilim bo'lishligi uchun kelinglar bitta chiziq tortib ko'ramiz. Final deyman, line deyman va bunga tenglashtiraman. Va bizda polyline degan map objektimiz bor edi mana va bu map object id oladi. Bunga line deb qo'yaman va bu bizda nima so'rayapti ekan? Polyline so'rayapti ekan va bizda u pointlarni beryapti. Ya'ni bu bir nechta bo'lishligi mumkin. Hozirgi holatimizda ikkita yoki 4-5 ta bo'lishligi mumkin. Mana shu pointlarni beradigan bo'lsak, bizga mana start placement pointini beraman. Bu list bu aytgancha. Va end placement degan pointini berib qo'yamiz. Endi line-ni map object listiga qo'shib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Mana set ham qolib ketdi bu yerda. Mana qayta run qiladigan bo'lsak, mana bizda chizig'imiz ham tortildi. Endi bitta narsani tushuntirishga harakat qilaman. Hozir bizda ko'rishligimiz mumkin. Marshutlari mana shu holatda chiziladi. Ya'ni unda logikasi boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni men ikkita manzilni berdim. Mana shu manzil o'rtasiga hech narsaga qaramasdan shunchaki bitta to'g'ri chiziq tortib berdi. Endi men agar
mashinadagi yo'lovchi uchun o'sha mashina yura oladigan yo'ldan shu chizig'imni chizmoqchi bo'lsam nima qilaman? U uchun bizda Yandex Map'da maxsus funksiyalari bor. O'sha orqali chizaman. U nima qiladi? U mana shu ikkita manzilni berib yuboraman. Berib yuborganimdan keyin u o'zi serverda ishlab menga pointlarni qaytaradi. Xuddi mana shu singari pointlarni qaytaradi. U pointlar qanday bo'ladi? U pointlarimiz mana shu birinchi manzilimiz bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga ikkinchi pointimiz qo'yilgan bo'ladi va mana bu yerga ikkinchi pointimiz qo'yilgan bo'ladi. Mashina yurish yo'liga o'zlari aniqlab olib, mana bu yerga bitta pointimizni qo'yadi, mana bu yerga bitta pointimizni qo'yib, oxirgisini mana bu yerga qo'yib, bizni pointlarimizni yo'lga chizib chiqadi. Ya'ni mashina yura oladigan, o'zini yo'nalishi bo'yicha qoidalarga amal qilgan holatda yura oladigan yo'limizga pointlarimizni qo'yib chiqadi va o'sha pointlarimizda keyin biz mana bunday qilib tenglab qo'yganimizda map obyektimizga o'sha Yandex Map'dan kelgan pointlar orqali bizda marshrutimiz hosil bo'ladi. Bu nazariy tushuncha edi. Kelinglar endi foydalanuvchi velosipedda yoki skuterda bo'lgan holatida o'sha velosiped yoki skuter yura oladigan yo'llar bo'yicha marshrutlarimizni chizib ko'rishga harakat qilamiz. Buni gaplashganimizdek Yandex Map package'idan keladigan maxsus funksiyalar orqali bajarishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni aniq yo'lni chizishligimiz uchun. Bu uchun birinchi navbatda men feature type'ida void funksiya ochib olaman. Undan keyin var type'ida e'tibor beramiz. Translation degan o'zgaruvchimizga e'tibor beramiz. Yandex Bicycle degan maxsus klassimiz bor va uni request routes degan maxsus static metodi bor. Uni static metodini ichiga qaraydigan bo'lsak, bizda point so'raydi va bicycle ni type'ini so'raydi. Bu yerga bicycle type qiladigan bo'lsak, mana ko'rishligimiz mumkin. Velosipedda yoki skuterda ekanligini aytishligimiz kerak bo'ladi. Undan keyin bu yerda list so'rayotgan bo'ladi. Request point type'ida point so'raydi va bu yerda ham type so'raydi. Hozircha pointini berib turamiz. Start plus beribdi. Pointini berib qo'yaman va via point va waypoint degan static metodlar bor ekan. Bu via point bizda boshlanish nuqtamiz va undan keyingi nuqtalar bo'ladi. Waypointimiz esa oxirgi nuqtalarimiz bo'ladi. Via point ixtiyoriy nuqtalar yoki to'xtab o'tish kerak bo'lgan nuqtalar. Waypoint esa oxirgi yoki majburiy nuqtalarimiz hisoblanadi. Men birinchisiga via point qilib qo'yaman. Va xuddi shunday ikkinchi pointimizni berib olamiz. Request point type'ida and place markda pointini beramiz va bunga request type'ga aytganimizdek waypoint berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana undan keyin mana bu yerdan kelib final type'ida bicycle session result type'ida result degan o'zgaruvchi ochamiz va unga tenglashtiramiz. Mana bu yerga evet qo'yishligimiz kerak bo'ladi va result sessionda mana bicycle o'zi kelyapti va futureda kelyapti. Ikkinchi $2 oladigan bo'lsak, bizda mana bu yerda evet qo'ysak xatoyimiz ketadimi? Va mana undan keyin result olganidan keyin men shunchaki bu yerda print qilaman. Marshrutlar deb turib. Hozirgi holatimizda xato bermasligi kerak, shu uchun null bo'lmaydi deb qo'yaman va men bu yerdan kelib floating action button ochib olaman. Floating action button va floating action button extended qilaman. Unda on press bor ekan, on pressni yozaman va labelga bizga widget so'raydi. Marshrut deb qo'yishligim mumkin. Undan keyin uni iconi bor. Iconiga background ham qo'shib qo'yadigan bo'lsam, sal yaxshiroq ko'rinadi. Mana undan keyin on pressga request routes ishlatib qo'yadigan bo'ldim. Undan keyin qaraydigan bo'lsak, bitta bosadigan bo'lsak, mana bizda
marshrutlarimiz ikkita bo'ldi. Ya'ni-da bu ikkita nima degani? Bizda mana shu manzilimizga ikkita yo'l orqali borishligimiz mumkin bo'ladi va buni ichiga yana chuqurroq kiradigan bo'lsak, mana birinchisini geometriya bor va unda mana pointlarni lenzini ham ko'ramiz kelinglar. Men aytganimdek, boya qaraydigan bo'lsak, mana bizda 85 ta point keldi. Biz boya chizib ko'rdik, ya'ni-da bu point bilan bu pointni berdik. Bitta o'rtada chiziq tortib berdi. Endi bizda xuddi mana shunaqa ikkitamiz 85 ta point keldi. Aytganimizdek, mana bu yo'l bo'yicha har bitta nuqtaga buriladigan lineimiz buriladigan yoki-da qayriladigan har bitta nuqtaga mana bunday point qo'yib boradi. Agarda bu yo'ldan qo'yadigan bo'lsa, mana bu yerga qo'ygan, keyin bu yerga qo'yib, mana shunday qilib olib keladi. Bizda hozirda 85 ta point qaytargan. Marshrutlarimizni xarita bo'yicha mana shunday chizishlik amalga oshiriladi. Endi tushuncha bo'lishligi uchun. Undan keyin mana shu yerda shundoq kelib map object listiga add qilaman. Mana bizda polygon, mana polyline map objectimiz bor. Polyline map object, unga map object ID so'raydi va ID'siga line deb qo'yaman va mana polyline so'rayapti bu yana. Undan keyin bizdan point so'rayapti. Point type'da mana buni shundoq olib, mana shu yergacha olib berib yuboradigan bo'lsam va undan keyin bitta set state berib qo'yadigan bo'lsam, mana bitta bosadigan bo'lsak, mana ko'rishligimiz mumkin, bizda mana shunday manzilimizni chizib berdi. Endi agarda biz mana buni end qiladigan bo'lsak, first masalan last bor edi. Yo, bu print ichidagi nima kerak bizga? Mana bu yerdagini mana last qiladigan bo'lsak, endi bizda yana bitta bosganimda mana bu yerdan chizib berdi. Ya'ni-da bizda bir nechta yo'llar orqali borishligimiz mumkin ekan. Mana shunday list qilib qaytardi va buni ikkalasini ham kelinglar chiqarib ko'ramiz birdan. U uchun for ochib olishligim kerak bo'ladi. Mana shuni lenzi bo'yicha borsin va buni null bo'lmaydi deyman. Yana bitta asosiy narsa bor. Bizda buni errorga tekshirishligimiz ham kerak bo'ladi. Ya'ni-da mana bizda if deb turib, hozir bu yerda ishlamaydi. Endi tushuncha uchun aytib ketyapman. Result ichida mana error degan narsasi bor. Agarda errorimiz teng bo'lmaydigan bo'lsa nullga biz return qilishligimiz kerak. Yoki-da shunchaki null bo'ladigan bo'lsa, mana bu qolgan kodimizni ishlatishimiz kerak bo'ladi aslida. Buni bundan ham yaxshiroq qilib yozishlik mumkin. Men vaqtdan yutqizmaslik uchun tez yozishga harakat qilyapman. O'zlaringiz buni kodlarni to'g'rilab chiqasizlar. Buni mana bu yerdan olib, hop, endi mana shunga bunday qilib indeksini qo'shib qo'yishligim kerak bo'ladi yoki da indeksimiz a ekan. Ya'ni ajralishligi uchun endi bunga kelib mana bu yerdan yana qo'shib qo'yishligim kerak bo'ladi va bitta ishlatadigan bo'lsak, mana ikkita manzilimiz bo'yicha yo'limizni chizib berdi va bunga mana bu yerda o'zini qo'shimcha parametrlari bor va mana bu yerda bunga colorni o'zgartirishligimiz mumkin bo'ladi. Bunga biz randomly color berishligimiz kerak. Bu uchun buni ichida mana primers bor. Random deb chaqirib qo'yamiz. Next index colorsdagi lenzini beramiz va ishlatadigan bo'lsak, mana ko'radigan bo'lsak, ikki xil rangda chiqyapti bizda. Ya'ni randomli ranglar qo'yadi ikkita marshrutimiz bo'yicha. Bu bizda velosiped orqali yoki da skuter orqali chizishligimiz mumkin bo'ldi. Mana buni kelinglar skuterga o'zgartiramiz type'ini. Va endi yana bosadigan bo'lsak, baribir skuter ham shu yo'ldan kelar ekan. Yana bitta narsani aytib o'tishligim kerak. Boya biz marshrut type'ini velosipeddan skuterga o'zgartirganligimizda
bizda xuddi shunday velosipednikidek yo'nalish chiqarib berdi. Uni sababi mana bu yerdagi map objektga biz birinchi navbatda velosiped bo'yicha marshrutni chizib oldik va keyingi safar skuter bo'yicha marshrutni chizganligimizda mana bu velosiped bo'yicha chizilgan marshrutlarimiz ham qolgan edi. Shu uchun bizga yo'nalishi bir xil bo'lib ko'rindi. Agarda biz mana buni typeini skuterga o'zgartirib, buni qayta run qiladigan bo'lsak, hali bizda hech qanaqa marshrut qo'shilmagan bo'ladi va mana bitta bosadigan bo'lsa, bizda faqatgina mana shu yo'nalish bo'yicha skuterda chizib beradi. Agarda buni yana velosipedga o'zgartirib ko'radigan bo'lsak, bizda endi velosiped bo'yicha boshqa yo'nalish ham qo'shgan bo'ladi. Va shu narsaga e'tibor beringlar. Agarda sizlar marshrutni typeini o'zgartirmoqchi bo'lsanglar yoki yangi marshrut qurmoqchi bo'lsanglar, oldingi marshrutlarni map object listidan o'chirib yokida olib tashlashingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa oldingi marshrutlarimiz ham xaritada saqlanib turadi. Xo'p, demak, endi yana bitta qiziq narsa bor. Hozirgi holatimizda bizda velosipedda bo'lgan foydalanuvchi ikkita yo'nalish bo'yicha kelishligi mumkin ekan. Endi biz shu narsani shunday qilishligimiz mumkinki, mana bu yo'ldan kelganda qancha vaqtda keladi, bu yo'ldan kelganda qancha vaqtda keladi, uni ko'rishligimiz mumkin va mana bu yo'ldan kelganda qancha masofa bo'ladi, bu yo'ldan kelganda qancha masofa bo'ladi, mana shuni ham ko'rishligimiz mumkin bo'lar ekan. Kelinglar, men mana bu yerda shunchaki print orqali ko'rsatishga harakat qilaman va sizlar buni dizaynini chiroyliroq qilib va mana bu yerda yozilgan kodlarni ham tozaroq qilib va mana bu yerdagi o'zini ko'plab parametrlari bor, ularni ham sinab ko'rib ishlatib ko'rishlaringizni tavsiya beraman. Sababi men bu narsalarga har bittasiga to'xtalib o'tiradigan bo'lsam, vaqtimiz juda cho'zilib ketadi. Va bizda responsimiz bor. Respons ichida rootimiz bor. Unda ensini mana bizda width degan qiymati bor ekan. Width ichida mana distance bor. Undan keyin xuddi shuni olib turib tashlab, mana bu yerda width ichida mana time ham bor va buni endi vaqti deb qo'yaman. Endi bu yerda printga ko'radigan bo'lsak, mana men bosaman va mana qaraydigan bo'lsak, bizda printimizda nima chiqyapti? 0-yo'l, ya'ni bu indeks bo'yicha olyapti. Men birinchi yo'nalishimiz deb tushuntiraman. Mana birinchi yo'nalishimiz bo'yicha keladigan bo'lsa, masofasi 2400 metr bo'lar ekan, ya'ni 2,4 kilometr degani. Agarda shu birinchi yo'l bilan keladigan bo'lsa, vaqti 14 minut bo'lar ekan. Va ikkinchi yo'l bilan keladigan bo'lsa, shu masofasi 2702,7 kilometr bo'lar ekan, vaqti 17 minutga cho'zilib ketar ekan. Va mana shu narsani ham aytib ketmoqchiman. Agarda sizlarga eng yaxshi, eng qulay marshrutni chiqarmoqchi bo'lsanglar, shunchaki birinchi 0-indeksdagini olib qo'yasizlar. Ya'ni o'sha bizga bir nechta marshrutlar yo'nalishlarini beradigan bo'lsa, eng birinchisiga kelgan marshrutda eng qulay va eng yaxshi marshrut bo'ladi. Shu narsaga ham e'tibor beringlar. Xo'p, demak, hozirgi holatimizda biz velosiped yoki skuterda bo'lgan yo'lovchi uchun, foydalanuvchi uchun marshrutni chizib bergan bo'lsak, kelinglar endi piyoda uchun marshrutni chizishga harakat qilamiz. Va men mana shu kodimni shunchaki edit qilib qo'yaman, vaqtdan yutishlik uchun. Mana bu yerda shunchaki person deb qo'yadigan bo'lsam, ikonimiz o'zgaradi va mana bu yerga e'tibor beramiz. Yandex Map, mana bizda pedestrian degan klassimiz ham bor va uni xuddi shunday request routes degan static metodi bor va point o'sha bo'ladi. Faqat bunda mana bu type bo'lmaydi, chunki piyoda faqatgina piyoda holatda bo'ladi. Undan keyin buni bitta qo'shimcha parametri bor. Bu time optional bo'ladi. Bu bizda time optional so'raydi. Bu time optional nima deydigan bo'lsak, time optional bu bizda foydalanuvchi piyoda yurganda unga har xil narsalar ta'sir qilishligi mumkin. Ya'ni transportlar yoki yo'lda ba'zi vaqtda ochiq bo'lishligi mumkin, ba'zi yo'llar yoki ba'zi vaqtda yopiq bo'lishligi mumkin. Mana shu narsalarning ta'siri bor. O'sha uchun shu narsalar ta'siri orqali kechqurun yoki kunduz yurganda ham borish vaqti o'zgarishligi mumkin. Shu sababli biz mana bu yerda dead time berib turib, hozirgi vaqt qo'yadigan bo'lsak, bu mana shu omillarni hisobga olib bizga marshrutimizni chizib beradi. Undan keyin va bunda mana avoid step degan yana bitta parametri bor. Avoid step, buni true qilib qo'yamiz. Bu nima deydigan bo'lsak, bu bizda foydalanuvchi uchun, piyoda bo'lgan foydalanuvchi uchun qulay yo'lni chizib beradi. Ya'ni juda ham qiya bo'lgan, piyoda yurganda foydalanuvchiga
qiyinchilik tug'diradigan yo'llardan qochishlik uchun ishlatiladi. Agarda buni fos qiladigan bo'lsak, o'shanaqa tik bo'lgan, ya'ni foydalanuvchiga qiyinchilik tug'diradigan yo'llarni ham chiqarib beradi va nisbatan yaqinroq yo'llarni chiqarib beradi shuni hisobiga. Buni true qilib qo'yamiz. Buni bizga ahamiyati yo'q hozircha va mana bu yerda endi mana buni typeini o'zgartirishligimiz kerak bo'ladi. Mana o'zi qaraydigan bo'lsak, buni typeini o'zgartir deyapti. Shuni o'zgartirib qo'yadigan bo'lsak, undan keyin mana bu yerda distance to'nligi nima bor ekan? Mana metadata bor. Metadatani ichida mana width bor endi. Xuddi shunday ko'rishligimiz mumkin, faqatgina endi bunda parametrlar boshqacharoq kelishligi mumkin. Mana bunday metadata qilamiz va mana width bor ko'rganimizdek, bunda time bor. Endi qayta run qilaman. Ko'rganimizdek juda ko'p narsa o'zgarmaydi. Va mana marshrutni bosadigan bo'lsak, mana endi bizda piyoda bo'lgan foydalanuvchi uchun 3 ta yo'l chizib berdi, qanday kelishlik mumkinligi. Mana bu yerdan va mana bu eng tagidagi menga biroz tushunarsiz. Bu o'zi ko'priklar, nimadirlar, o'shalarni ham inobatga oldi menimcha. Kelinglar, mana bu yerdagi buni fos qiladigan bo'lsak, qani nima bo'lar ekan? Qayta bosamiz. Endi boshqacharoq yo'nalish ham chizib berishligi mumkin balkim bizga. Deyarli o'zgarmadi. Va biz mana ko'rib turganimizdek piyoda uchun mana shunday yo'l chizishligimiz mumkin bo'lar ekan. Kelinglar endi mashinada bo'lgan foydalanuvchi uchun marshrutlarni chizishlikni ko'ramiz va undan oldin boya piyoda bo'lgan foydalanuvchi uchun vaqtlariga yoki masofalarga qaramabmiz. Mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, boya skuterda bo'lganda ham deyarli shuncha masofa chiqqandi, lekin unda 14 minutni chiqargandi. Bunda o'zi piyoda bo'lganligi uchun mana shuncha masofani 33 minutda bosib o'tishligi mumkin deyapti. Shuni ham aytib ketmoqchi bo'ldim va undan keyin kelinglar endi mana shu kodni o'zgartirishga harakat qilamiz. E'tibor beramiz, uncha ko'p joyi o'zgarmaydi. Mana Yandex va bundan buni o'chiraman. Kerak emas. Mana bu endi time optional emas. Mana driving optional bo'ladi. Xuddi shunday driving optional bor. Undan keyin mana bu yerda shunchaki type o'zgaradi. Va mana bu endi working distance emas, shunchaki distance o'ziga qaytarib qo'yadigan bo'lsak bo'ldi. Va bizda mana bu yerda yana qo'shimcha narsalarimiz bor. Mana route count bor. Route count bu o'sha bizda marshrutlarimiz nechta bo'lishligini belgilashligimiz mumkin yoki bu out-tools orqali pulli yo'llardan qochishligimiz mumkin. Mana buni true qilib qo'yadigan bo'lsak, bizda pulli yo'llar orqali marshrut chizmaydi va qolganlarni shunchaki va biz bu yerda keyin mana route counter bor. Route counts buni 5 ta qilib qo'yishligimiz mumkin. Yoki hozircha bitta qilaylik. Mana bizda bittagina route chizib bersin. Va ko'rib turganimizdek deyarli hech narsa o'zgarmadi. Men bu yerda marshrutni bosadigan bo'lsam, hech narsa chiqarmadim. Mana bu yerga shundoq kelib eski errorni chiqarib ko'ramiz. Qaytdi bu. Bu waypoint. Mana bu yerdan kelib bitta narsa bor. Boya biz bu yerda viewpoint qo'ygandik. Agarda biz mashina uchun marshrut chizayotgan bo'lsak, hammasi waypoint bo'lishi kerak. Va o'shanda xatomiz ketadi. Mana bu yerda driving qo'yganimizda waypoint bo'lishi kerak bundagi pointlarni type. Mana buni qayta ishlatadigan bo'lsak, mana bizda bitta marshrutimizni chizib berdi. Mana bu yerda o'zi e'tibor beradigan bo'lsak, masofasi o'sha, lekin kelish vaqtini o'zi 5 minutda kela oladi, yetib oladi deyapti. Keyin mana bu yerda qaniydi? Pointini ko'paytiradigan bo'lsak, 5 qo'yadigan bo'lsak yoki umuman olib tashlaydigan bo'lsak, bizda har xil yo'llar bilan marshrutlarni ko'rsatishligi mumkin. Mana men bosdim, mana bizda adashmasam bitta, ikkita, 3 ta. Mana buni tagida ham bormi? Yo'q, 3 ta. 3 ta marshrut bilan mana yo'limizni ko'rsatdi.